Ilya Topuria va Justin Gaethje Oq uyda bo'lib o'tadigan tarixiy UFC Freedom 250lik turnirining asosiy jangi oldidan so'nggi fikrlarini bildirib o'tdi. Jang boshlanishiga 15 soatdan kamroq vaqt qolgan bir paytda har ikki jangchi o'ziga bo'lgan ishonchini namoyish qildi va muxlislarga katta va'dalar berdi. Justin Gaethje: Men aynan shunday lahzalar uchun tug'ilganman. Faoliyatim davomida eng katta janglarda qatnashganman va ertaga yana o'sha sahnaga chiqaman. Bu yerda ekanligimdan minnatdorman. Hamma Ilya haqida gapiryapti, lekin ertaga kechqurun uning rekordidagi o'sha 0 yo'qoladi. Men bunga ishonaman, ko'rasiz. Amerikalik jangchi bu so'zlarni ko'rgazmali vazn o'lchash marosimidan so'ng Topuriaga tik qarab aytdi. Gaethjening yuzidan ishonch sezilib turardi va bu safar ham UFC olamini hayratda qoldirishga tayyor ekanligini ko'rsatdi. Mag'lubiyatsiz Ilya Topuria esa Justin Gaethjening gaplariga javoban o'ziga xos ishonch bilan chiqish qildi. Defend your title. Give us your thoughts on that and Justin Gaethje as an opponent. Bolaligimdan beri bir iborani ko'p eshitganman. Amerika orzusi. Ochig'i men bu so'zlarning asl ma'nosini hech qachon to'liq tushunmaganman. Ammo ertaga kechqurun biz aynan o'sha orzuni haqiqatga aylantiramiz. Men yana g'alaba qozonaman. Hisob 18-0 bo'ladi va men buni odatdagidek yorqin va ishonchli tarzda amalga oshiraman. Ertaga oktagonda ko'rishamiz. Ketdik. Har ikki jangchi o'z g'alabasiga ishonmoqda, ammo oktagonda gaplar emas, amallar hal qiladi. Ko'pchilik Topuriani favorit deb hisoblayapti. Biroq Justin Gaethje faoliyati davomida bir necha bor bukmekerlar va muxlislarni hayratda qoldirgan. Uning birgina aniq zarbasi butun jang taqdirini o'zgartirib yuborishi mumkin. Topuria esa hozir UFC'dagi eng xavfli va eng ishonchli jangchilardan biri sifatida ko'rilmoqda. U mag'lubiyat nimaligini bilmaydi va navbatdagi afsonani ham yo'ldan olib tashlash niyatida. 15-iyun tongida Oq uy fonida tarix yoziladi. Savol esa bitta: Ilya Topuria mag'lubiyatsiz yurishni davom ettiradimi yoki Justin Gaethje MMA olamini larzaga keltiradigan sensatsiya amalga oshiradimi? Eng qizig'i, bu safar UFC muxlislari uchun hammasi odatdagidan boshqacha bo'ladi. Turnir AQShda 14-iyun kuni o'tkaziladi. Ammo bizning vaqt bilan asosiy janglar 15-iyun dushanba tongi taxminan soat 5:00 da boshlanadi. Bu safar ko'pchilik ishga yoki o'qishga ketishidan oldin uyqusidan voz kechishiga to'g'ri kelmoqda. Ammo gap oddiy turnir haqida emas. Gap Oq uyda bo'ladigan, UFC tarixiga kiradigan afsonaviy oqshom haqida ketmoqda. Shunday ekan, budilnikni tayyorlang. Chunki 15-iyun tongida bizni nafaqat janglar, balki UFC tarixidagi eng esda qolarli kechalardan biri kutmoqda. Ushbu janglar haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanali edi. Jangdan keyingi videoda ko'rishguncha barchangizga xayr.